Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2022 yil 8 oyning 9 kuni seshanba. Bugun men tuvandagi mazmunlarni diqqatingizga sunaman. Oldi bilan dunyoning iqtisodiy vaziyati haqida. Navbatdagi dunyoning iqtisodiy vaziyatiga, ya'ni mushu kunga mushu holga kelishiga dunyo iqtisodining iqtisodshunoslar birdek munosabatlarni ko'rsatishdi. Ya'ni vabo, ta'minlash zanjirining ojizlashishi, yer sharilishninki qaytadan tartibga silinishi, ya'ni New York vaqti gazetiniki Donald Stone yozuvchilari Milton Friedman, Paul Krugmanga o'xshash Nobel iqtisod mukofotininki sohiblari, ham shundaqla Amerikadagi ba'zi solchi marksizmga yaqin solchilarninki tashabbus qilgandak, ya'ni yer sharilishi insoniyat uchun yaxshi degan bu qarashlarninki muayyan darajada zaxmga uchrashi yoki ma'lum sohada og'dirib o'tilishi. Ammo undan sirt yana dunyoninki geopolitical deb qo'ydi, jug'rofiyaviy va siyosiy vaziyatda yuz bergan o'zgarishlar, bularning hammasi navbatdagi dunyo iqtisodining cho'kishining sabablari. Ammo bu bo'g'liq bo'ldi, biroq hozirgi holat va keyingi holat deydigan gap bor. Ya'ni hozirgi holatga nisbatan dunyo iqtisodining hozirgi holatiga nisbatan diagnoz qo'yish va bundan keyingi dunyo iqtisodining qaysi yo'nalishga qarab menishiga nisbatan ba'zi farazlarga nisbatan farazlarni o'tirib qo'yishi qarta iqtisodshunoslar, tadqiqotchilar o'xshamagan fikrda. Ya'ni hozirgi holga kelishga sabablarga qo'shiladi bular, ammo hozirgi holatga diagnoz qo'yish va keyingi yuzlanishga fikr yuritishda bular qo'shilmaydi. Addisi Amerikaning iqtisodini olib eshitsak, Amerikaning iqtisodida ba'zilar deydi, Amerikaning iqtisodi chekinish bosqichida deydi. Albatta, ma'lum narsaga biz yakun chiqqan vaqtda asos qiladigan muayyan shartlar bo'ladi. Ya'ni paktlar asosida, ya'ni hamma birdek e'tirof qilgan paktlar asosida gap qilsak, undan bu tushunishli bo'ldi. Shunaqa iqtisodninki, ya'ni iqtisodshunoslikning darslik kitoblarida biz odatda milliy daromadning ishi 2 fasl uda chekinsa, shu davlatning, shu jamiyatning iqtisodi chekinishga qadam qo'ydi deb qaraymiz. Amerikada bu ahvol hozir gavdalik bo'ldi. Ya'ni birinchi faslda, bu yilning birinchi faslda Amerikaning iqtisodi 1.19% chekindi. Ikkinchi faslda dastlabki mo'ljardan qaragan vaqtda, dastlabki mo'ljar, bu sonliq ma'lumot 8-oyda, ya'ni qaytadan qarab chiqildi, 9-oyda rasmiy chiqdi buningki. Ammo dastlabki mo'ljardan qaragan vaqtda Amerikaning iqtisodi 0.19% chekingan. Demak, iqtisodshunoslikdagi darslik kitoblarning o'lchami bilan qaraydigan bo'lsak, Amerikaning iqtisodi chekinishni, ya'ni chekinish davrida, chekinish bosqichida degan. Vaholanki bu xil qarashga nisbatan aytgan vaqtda, ya'ni ba'zi iqtisodshunoslar qo'shalmaydi. Bunday qo'shalmaydi degan vaqtda, to'g'ri, Amerikaningki milliy daromadi, Amerika iqtisodiningki fasllik milliy daromadida uda 2 fasl chekinish bo'ldi, ya'ni manfiy. Shuning bilan birlikda pul paxalqi ig'irlashdi. Lekin emgak kuchi bajri, ya'ni ishsizlik nisbati intayin tuvan. Vabo taqlishdan burungi holga yetdi deydi. Iqtisodshunoslar 7-oyda Amerikada ishga o'rlashgan odamlarning soni ba'zi iqtisodshunoslar aran 75 ming bilan 250 mingning atrofida bo'ladi degan ekan, ammo sonliq ma'lumotlar, ya'ni to'nigunki Amerika emgak ministrligininki e'lon qilgan dokladdan qaragan vaqtda 528 ming odam o'sha 7-oyning o'zida xizmat topgan. Ya'ni bu Amerikada ishsizlarning sonini vabo yuz berishdan burun holatga kelgan. Ya'ni asliga qaytib kelgan, ya'ni ishsizlik nisbati 3.15% bo'lib, bu tabiiy ishsizlik nisbatiga yaqinlashgan degan gap. Bu mana mushundaq ahvol ostida bir davlatning iqtisodida makroliq 3 narsa bo'ladi. Iqtisodiy tadbir belgilashlar qo'llashgan. Ya'ni mol bahsi to'raqliq bo'lish, milliy daromadning ishi, ishsizlik nisbatining tuvan bo'lishi. Hozir bu 3 makroliq nishonning ichida ikkisi manfiy. Ya'ni ishsizlik nisbati nima? Ikkisi manfiy. Ya'ni milliy daromadning ishi uda 2 fasl tuvalladi.
ishsizlik nisbati yuqori, ya'ni tarix shu 40 yildan buyangi ishsizlik nisbati 9.1% ga yetdi. Davada. Ammo ishsizlik nisbati shu desa, ishsizlik nisbati 3.5%. Ishsizlik nisbatining to'g'ri bo'lishi bu yaxshi ahvol. Pul paxalligining yuqori bo'lishi bu yaxshi ahvol emas. Milliy daromadning chekinishi bu ancha yaxshi ahvol emas, lekin pul paxalligininki yomonlab ketishida uncha nachar ahvol emas. Çünkü bunun qarab ba'zi ixtisoslar deydi, bu yer bizda kuchlik emgak bozori va, ya'ni har bir ishsiz odamga Amerikaning emgak bozorida taxminan degidek 2 xizmat bor deydi. Ya'ni odam kuchi yetishmagandan keyin bu idora jamiyatlar, shirkatlar odam xizmat qabul qilgan vaqtda ularga yuqoriroq maosh berish to'g'ri kelyapti. Navbatda yuz berayotgan pul paxalligininki ishib ketishiga sabab bo'layotgan narsa ish haqqining o'rlab menishi deb mana qaraydiganlar bor. Vabo yuz berishdan burun Amerikada umum emgak kuchining ichida 63% odam emgak iqtisodiy faoliyatlarga qatnashgan ekan. Ammo vabo yuz bergandan keyin 22 million odam 2020 yil bilan 2020 yil 2-oy bilan 4-oyning oralig'ida 22 million odam ishsiz qilib 1948 yilda buyangi Amerikaning iqtisodida ishsizlik nisbati eng yuqori yetgan bir holatni paydo qilgan. Ya'ni 14.7% bo'lgan ishsizlik nisbati. 22 million odam ishsiz qilib. Yaxshimi davlatningki makrolog tadbirlari bu odamlarning turmushining yomonlab ketishiningki oldin oldi xabarlarda bo'lganidek, mayli Trump bo'lsin yoki Biden bo'lsin, keyin-keyindan shu qutqizish pullarini stimulus check deb qo'yamiz, g'idiqlash cheklarini pullarini odamlarga, ya'ni kirimi to'varak oilalarga berib, har holda bir iqtisodiy, ya'ni sog'lomlik krizidan paydo bo'lgan iqtisodiy chekinishning ijtimoiy va siyosiy baloyi ofat elib kelishining oldini oldi degan gap. Bu Amerika emas, nurg'un davlatlar bu shu xil usulni qo'llanib bo'ladi. Yevropadagi davlatlar ma'lum shaklda o'zining fuqarolariga yordamda bo'ldi iqtisodiy jihatdan. Xo'sh, endi mahsulot, tovar ishlab chiqarilmagan ahvol ostida, mulozimat bo'lmagan ahvol ostida qog'oz pulni taqdilvasi nimani keltirib chiqardi desa, pul paxalligini keltirib chiqardi. Bu 70-yillarda, 60-yillarda moda bo'lgan Milton Friedman'ninki monetarizm, ya'ni pul iqimidagilarninki monetarizm, ya'ni pul iqimidagilarninki muayyan qarashlarini taqiqladi degan gap. Mana pulning besib chiqarilishi bilan baho o'ngtanasib deb 3 trilliondek pulni besib taqdim etdi Amerika. Amerika emas, boshqa davlatlar ham shu. Masalan, Turkiya deymiz, Argentina deymiz, bu davlatlarda pul paxalliqi nayt ig'rib ketdi. Pul paxalliqi ig'rib olgan vaqtda bu kishilarning ko'nglida nayt cho'ng tashvishni paydo qildi. O'tganda deb o'tganimdek, kishilar pul paxalliqi yuz bergan vaqtda bir xil tashvishga cho'kadi, andan keyin boyliq qayta taqsim etilgan bir ish bo'ladi. Bir siz shunday japoda ishlab tepib pulingizni qog'oz pul shaklida saqladingiz, ammo tasodifiy shunday pul paxalligining tufaylidan siz uning qiymatini 10%, 20% yo'q deb qo'ysangiz, sizning keyingi hayotingizga nisbatan ta'sir etadi degan gap. Iqtisodshunoslarningki nurg'un qarashlari va yana qanday desa, odamlarningki yashash bosqichi bo'ladi, tug'ilib o'qish, ya'ni xizmat chiqish davrigacha bo'lgan bir mazgili, bu vaqt hech qanday boylik yaratmaydi. Anadan keyin toza qo'ram yoshga to'lgan vaqtlarda boylik yaratdi. Anan shu vaqtda boylik yig'ib oladi bular. Anadan keyin pensiyaga chiqqan vaqtda bular hech qanday emgak unumdorlik va ishni qilmaydi, qimmat yaratmaydi. Burun yosh chig'ida chiqqan boylikni hajlaydi deydigan shunday bir qarashlar bor. Iqtisodshunoslarning, ya'ni shunday 3 bosqich bo'ladi odamning hayotini iqtisodiy nuqtadan. Deymizmi, qaraydigan bo'lsak, shunday. Ma'lum biz shu o'qiymiz, o'qigandan keyin xizmat topamiz, ishlaymiz. Shu ishlash jarayonida topgan tupkunimizni har xil shaklda saqlaymiz. Sabab hech kim nomrodlikni xohlamaydi. Shuning uchun men shu YouTube kanalini ochgan vaqtda eng dastlabida birinchi leksiya pensiya puli haqida bo'lgan. Afsuski, pensiya puli haqida pul qo'yish kerakni tashabbus qilgan men bu yil paychekda shundaqchiq
pul muomala bozorida ko'p cho'kish bo'lganlikdan umuman manfi 19-20% masalan mening pensiya pullarim 20% shunday yo'qotish holatida. Ammo uzun o'ylagan vaqtda shu Amerikaning davlatlarda, iqtisod taraqqiyot davlatlarida kapital bozori, bozorlarning xontaji, bu bozorga yaqin tursak, buni tushunsak, buni bilan haplashsak, biz ham tatmaymiz. Chunki odamning ömrünün cheki var. Adamның fizyologik ve psixik quvvetining cheki var. Ma'lum vaqt ekan chekinidan tuvallab ma'lumga ma'lum yoshga kelgandan keyin biz xizmatdan ayrilamiz, kirim manbasimiz yo'qaydi. Shunga men yanılam shuni tashabbus qilamanki, yosh chaqlarimizda mush iqtisodiy jihatda o'zimizga puxta o'g'rimiz yaxshi deb mushuni men tashabbus qilaman. Shu navbatdagi iqtisodiy jihatdagi bu xil tavrinishlar mayli qandoq bo'lishidan qat'iy nazar nafasli oladiganmiz, oyatli oladiganmiz, o'zimizning ishiga puxta bo'lib, ko'proq o'sha iqtisodiy jihatdagi bilimlarni o'rganib, andan keyin pul muomala bozoriga qisqib, o'zimiz muayyan mablag'chilik bilan shug'ullansaqmi bo'ladi. Ya'ni maxsus sizningki pulingizni boshqarib turadigan mablag'chilik shirkatlarga havola qilmay, chunki unda qilgan vaqtda nurg'un boshqarish haqi to'laydigan gap, andan keyin ular sizningki pulingizni ishlatib qisqa muddatli savdodan ko'p ketim qilsa, sizningki pensiya pulingizga bo'ladigan sizningki pensiya pulingizga nisbatan sizningki mush bajga kirimingizni to'laydigan bajga baj ko'proq tutilib, sizga nisbatan uning ziyni bo'lib ketganligi ayon. Shunday bo'lganlikdan men bu yerda mush temada paychaki bozoridagi gap chiqib qolganim uchun John Boggles degan kishi to'g'risida qisqa so'zlab beray. John Boggles haqida men o'tgan bir leksiyada degandim. John Boggles, ya'ni ko'rsatuvchi fondini mablag' qilish to'g'risida John Boggles degan odam bir giganet deb. John Boggles degan so'zlab beraman degan bir gapni va'da qilgandim, shuni so'zlab beray. John Boggles 1929-yilda New York shtatining yeni New Jersey shtati tug'ilgan Princeton universitetida, ya'ni Princeton universitetimi New Jerseyda dunyoga taniqli nurg'un odamlar, iqtisod fakultetining odamlari Nobel mukofotiga erishgan. Shu fakultetninki iqtisod fakultetining mudirlari Amerikaniki Markaziy bankasining boshlig'i bo'lgan, masalan, Ben Bernanke deganga o'xshash odamlar. Bu kishi Princeton universitetida iqtisod fakultetini bitirib, keyin shu mablag' boshqaradigan shirkatda, boylik boshqaradigan shirkatda ishlagan. Ammo 76-yili Index fondni ijod qilgan kishi bor. Shunga bu 20-asrdagi, ya'ni o'tgan asrdagi pul muomala sohasidagi, ya'ni mablag'chilik sohasidagi 4 cho'ng gigantning birisi deb atalgan bu kishi. Bu kishining iddiasi, ya'ni bu kishining bir kitobi bor, mablag'chilik haqida kichikkan aqalli savat deydigan. Buni ko'pchilik bu kitob inglizcha o'qisimi bo'ldi, men qisqa mazmunni deb beray, ammo bu kishining iddiasini men to'g'ri qoldim. Bu odam deydiki, ayrim yakki paylarni olmay, shu ko'rsatkuch paylarga, ya'ni buning o'zi Vanguard 500 ko'rsatkuch fondini ijod qilgan kishi bu. Shu ko'rsatkuch paylarga mablag' solinglar dedi. Bu ko'rsatkuch paylari deganimiz, masalan, bir so'vat desak, bir so'vatning ichida nurg'un paylar bor. Shu har bir shirkatning payini kichkinamdan ilishdan jug'urilgan fond bu. Shu fondni ilinglar dedi bu odam. O'ylab baxsam buningki asosi bor. Ya'ni bu paylar har qaysi iqtisodning har qaysi sohalaridan, ya'ni pul muomala sohasi, ya'ni mulozimat sohasi, ishlab chiqarish sohasi, avtomobil ishlab chiqaradigan deymiz. Anadan keyin yezikligi, hamma sohadan shirkatlardan, masalan, neft deymiz, texnik shirkatlar deymiz. Bu shirkatlarning har qaysi shirkatlarning paylaridan kichkinamdan elib jug'urilgan shunday bir ashnodan berkilgan ko'rsatkich paylari. Mushu paylarni ilonlar deydi. Bu odam deydiki, hargiz yakki paylarni elib, tizilib qilgan qargan vaqtda ma'vu ko'rsatkich paylarini ep qo'yinglar, uzun mezgil tutinglar deydi. Umuman aytgan vaqtda hozirning o'zida mush odamning tavsiya qilgan ko'rsatkich paylardan $100,000 payni ep qo'ysak, 30 yildan keyin mush $100,000 payni buni satmaymiz, shu 30 yil qo'yib qo'yamiz. Her bir qitimda azazını ep qo'yamiz. Her qitim maaşımız chiqqanda shu paydan 5 dan 10 dan ep qo'ysak, shu ko'rsatkich paylardan
30 yıl müşnaq elip maqsaq 30 yıl ekan, şu 100 ming dollar pul kam deganda 20 milyondan yuqori 1 milyon bilan 20 milyonning arasida bo'ladi deydi. Buningga nisbatan bir xil tajribachilik paketlari bor ekan. Shunga John Bogglesning bu ideyasini men o'zim to'g'ri tepib qoldim. Ham to'g'ri tepib ish kitobini o'qigandan keyin men azroq ashunga elishga boshladim. Ya'ni ayrim yakki paylarni elishdan ko'rsatkich paylarini elishga. Shunga Mao mening gapimni anglayotgan G'arbning, Amerikaning kapital bozoriga qo'li yetadigan qarindoshlar, 30 yoshlik, 35 yoshlik qarindoshlar hozirdan boshlab har qatam mashinalar chiqadi, bir oyda ishga ketdim yoki bir oyda ishga ketdim chiqadi to'g'ri bi-weekly. Har bir qatam mashinalardan shinlarni ishlab, mush ko'rsatkich paylari buning qiymati yuqoriroq bo'ladi odatda. Bahasi yuqoriroq bo'ladi. Har bir qatam chiqqan vaqtda azozdan olib qo'yinglar mayli. 2 ni olib qo'yamsizlar, 5 ni olib qo'yamsizlar, ammo tashlab qo'yinglar, sotmanglar buni, sotmanglar. 20 yıl tutinglar, 10 yıl tutinglar. Kishilarning o'tiruvchi ömür ko'rish nemisimi ish mengavatadi. Hech bo'lmasa degan bu pullar keyingi kunda avlodlaringlarga qoladi. Ya'ni ota-onadan balag'im bir narsa qilish kerak-ku. Ay yosh bolalar, ya'ni avlodlar qo'pib ota-onam ikki qo'lini birini tiqib o'tiribdi ekan deb qolmasligi uchun albatta yaxshi fazilat, yaxshi tarbiya, uyg'urlik, sevgi, muhabbatmi qilishdan sirt, ya'ni azto'la moddiy narsalarning qilishi men aytdim muhim. Ya'ni ajdodlar avlodlarga nisbatan aytganda muayyan binam tuproqni qo'yib mangan vaqtda avlodlarning ko'klishi, gullanishi, kuchli bo'lishi bir yetarli asosga ega bo'lgan bo'ladi. Shunga shu nuqtani aytgan vaqtda mush leksiyarimni anglayotgan kapital bozorlariga qo'li yetadigan qarindoshlar ayrim paylarga qisqa muddatda payla ishni ko'zlab payla shu boshqa undan sirt mana paylar bozorga silingan ko'rsatkich paylarga kiralgan, masalan S&P 500 deymiz-ku, danlıqlardan Dow Jones Wilshire 5000 deydigan va Dow Jones 5000 degan. Shunday ko'rsatkich paylarninki ko'rsatkich fondinki paylarini shuni ep qo'ygan yaxshi deb tashabbus qilma. Men ilgari bunaqa nim qilib ketgan mashadamning kitobini o'qigandan keyin azroq tashab qo'yishga boshladim. Buni ko'pchilikka degim keldi, ya'ni oz ep qo'yinglar, azozdan ep qo'yinglar. Ammo satmanglar, uzun vaqt tutinglar. Bu yaxshi bir, ya'ni 10 yildan keyin, 20 yildan keyin sizlarga yaxshi bir o'silat berdi, mahsulot berdi, o'sil berdi. Shu chaqda 20 yildan keyin o'zinglarni boyis qilgan vaqtda mush gapni elib, mush gapimni anglab, aşı tədbirini qo'llangan bo'lsanglar, shu joyda bir duo qilib qo'ysanglar bo'ldi, rahmat sizlarga. Bu birinchisi, iqtisod to'g'risida gap. Hamda ikkinchi gap, shipirlik pul bozoriga qarasam, yaqindan buyon azroq illish ulab qoldi. Atiyaz bo'lgan vaqtda to'nlar sal erib, zaminlar bo'shab qiladi-ku, azroq bir ko'klar chiqib, shunga o'xshash. Ya'ni 800 milliard dollarga tushib qolgan market capital deb qo'yamiz. Shipirlik pul bozoridagi umumiy ahvolda yaxshilanib bo'lib, ya'ni 300 milliardlik pul qo'shilib, taxminan 1.1 trillion yaqinlab qoldi. Ya'ni yaqindan buyon kishilar shipirlik pulga nisbatan, ya'ni mablag' silyotdi. Shunga Solana olib qo'yib ziyon tatib ketdim degichilar, Shiba Inu olib qo'yib yoki Galani olib qo'yib ziyon tatib ketdim degichilar azroq tahrir qilib turayli. Bu shipirlik pul va sipirlik pul, masalan, Xitoylar sipirlik pulni tunji qatim sinaq qildi, yuanni. Azroq Amerikada ham mush gap bo'layotdi. Ya'ni shipirlik pul, shipirlik dollarni, sipirlik dollarni bozorga keltirish to'g'risida, barliq keltirish to'g'risida mush gaplarni da'vatidi. Bu sipirlik iqtisod, buningki biz yuz beradigan, biz yuzlanish, nurg'un ishlar bo'layotdi hayotimizda. İnsaniyetning bir qismi bo'lish sifatimizdan diqqat qiladigan bo'lsak, har xil texnikalar paydo bo'ladi. Masalan, asrda yuz bergan vabo taqaldi, mana Covid, buning ta'siri butun dunyo cho'kishga boshladi, iqtisodiy jihatdan va boshqa jihatdan. Andan keyin ikkinchisi havo klimatining isib ketishi, bu tabiiy ish, adadidan ziyoda yer o'rmonsizlashtirish, ya'ni shahar qurimizda ko'klamliklarni buzish, daraxtlarni kesish, anikin sanoatlashish, ya'ni 1800 yildan keyin boshlanib kuchayib mangan sanoatlashish, zavodlardan chiqqan istirxun, mashinalarninki cho'ng mashinalarninki haydalishi, adadidan ziyoda iste'molga berilishi degandek shunday nurg'un narsalarning tufaylidan biz o'zimiz yashayotgan tabiat dunyosining buzib qo'yapmiz insonlar. Ya'ni bu havo klimatidagi bu o'zgarish, mana bu yilning o'zida issiq adadidan ziyoda
Odatda mushunday chaqlarda bizning uylarning oldilarida chimlar ko'kirib turadigan, hozir shunday shuni suvni shunday chassaqmi bir xil seriqlab ketdi. 8 oyda bug'doy pishgan ahvoldagidek. Havo klimatining o'zgarishi, tampongsizlik, undan sirt shu texnikaning bizning turmushimizga bo'lgan besib kirishi, o'zgartishi, ya'ni kishilar bilan kishilarning o'tirisidagi, kishilar bilan hokimiyatlarning odamlarni idora qilishga nisbatan bir zulm quroli bo'lib qilishi, aqliy artificial intelligence deymizmi? Sun'iy aqlninki to'g'ri yo'lga ishlatiladi, lekin xato yo'lga ishlatilishi, biotexnikaning ham shundoq zolim diktator kuchlarning. Undan sirt yana shu dunyo vaziyatidagi demokratik kuchlar bilan hokimiyatlar kuchlarning o'tirisidagi ro'brolik, tirkishish bu da qaraydigan bo'lsak, odamlarni bir xil qaymoqishqa, umidsizlikka bunga cho'ktirib qo'ydi. Biz deymiz, e'tiqodli odamlar umidsizlik shaytonning ishi deymiz. Mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, dunyoning narida bo'lsak, yana turishmasa qolmaydi. Bozorga yaqin turishimiz kerak, o'qimagan bo'g'onlar, kichiklar o'qishimiz kerak. Bundan so'ng ba'zilar qo'pib, ba'zi davlatlarda shuncha o'qisaqmi, o'qigan uchun xizmat topolmaymiz deydi. Uyg'urlarda bir gap bor, ot so'zi, kambag'al bo'lsang ko'chab baq deb. Agar ma'lum yerda yashab o'zimizning qadrini topalaydigan bir sharoitga, barobar odil muomalaga erishamasak, boshqa ko'chab baqsa bo'ldi, amalni qilib baqsa bo'ladi. Ya'ni tirishqan topidi deydi ham atalarimiz. Shunga bir amalni qilsak, niyatimizni sap, durust, minnatdorlik tuyg'usiga bayqigan holda yashsak, yaxshi kishilar cho'qim yordamda bo'ladi, ko'chab baqsaq bo'ladi. Shundaq nisbatan aytgan vaqtda odamning rangiga, e'tiqodiga, terisiga qarab emas, odamning xarakteriga, bilimiga, qobiliyatiga qarab muomala qilgan jamiyatlarda ishlarimizni yaxshi qila olamiz. Masalan, men agar qarindoshlarimiz u yoq bu yoqqa boradigan ish bo'lsa, boshqa yerlardagi Amerika bilan Kanadani davomli tavsiya qilaman. Bu davlatda har holda ishlagan ishlaydi, tirishchan uzaydi, keynida qolmaydi. Ammo mushu davlatlarda yashayotgan qarindoshlarga cho desa, bular yoshlarımizga mush indeks fondiga azroq mablag' sarf qilishni ham umid qilaman. Turkiyada olsun, O'rta Osiyoda olsun, boshqa Uyg'ur qarindoshlarimiz bo'lsa, davomli korxonachilik bilan, tijorat bilan shug'ullanishi, bolalarni yaxshi o'qitishni ham buni tavsiya qilaman. Yaxshi bilimli odam hech qachon yerda qolmaydi. Qarang'ulik, zulm, ananingkin buzilishmi muayyan doirada bo'ladi. Agar mangulik ashna uzluksiz ashna bo'lgan bo'lsa, qiyomat qoyim bo'ladi. Shunaqa biz e'tiqodli xalq. Ama bu gaplarni men deb qo'yim keldi. Anadan sirt yana men bugun New York vaqtigizda birisininki ko'z qarashi, ya'ni Wang Min deydigan Xitoy Xalq universitetininki Chongyang Financial Institution pul muomala tadqiqot markazining boshlig'i, ijroiya raisi, ijroiya mudiri deymizmi? Dean deydi, executive dean deydi. Wang Min deydigan bir ismli birisininki ko'z qarashi ifodalangan obzorchi maqolasini o'qidim. Albatta u o'zining egisining dumqini chaladi. Ba'zi nuqtalar diqqatimni chekdi. Qisqacha deb beray debdiki, men shu 90-yillarda G'arbiy balkim Gansul Xitoy bo'lsa kerak, G'arbiy Shimol universitetida o'qiyotgan vaqtda Amerika ovozining radiolarini anglaydim, inglizchamni praktika qildim. Bir amerikalik professor darsxonaga kirib so'zlaydigan bo'lsa, to'liq anglaydik. Chunki biz Amerikaninki bozoriga demokratiya, barobarlik deganga o'xshash shunday ideyalarga bak qiziqdik. Ammo hozir Xitoy xalqi, jumladan menmi Amerikaga bunchalar cho'qinmaymiz, hurmatimizdan qoldi. Amerika undaq qilishi, Amerika har xil urushlarni qo'zg'adi, u urushni qo'zg'adi, bu urushni qo'zg'adi. U yerda irqchilik va shunda qurol zo'ravonligi va anadan keyin nima deb yana anandan keyin to'g'ri siyosiy partiyalar o'tirisida har xil ziddiyatlar va o'tgan yil 6-kuni Amerika parlamenti hujum qilishlar bo'ldi, siyosiy jihatdan shunday bo'lingan deb albatta biz nisbatan yaxshi turaqliq shu islohot ishini ichib o'tgandan keyingi shu 40 yilning vaqt ichida biz 800 million odamni nomratdan qutqazdik. Hatto vabodimi bizning odamlarning ichida o'lgan odamlar az bo'ldi, bizning siyosatimiz unday yaxshi, bunday yaxshi deyishlar birlikda, yana men bizning davlatimizning ba'zi siyosatlariga ansirayman, ba'zi Xitoyning siyosatlariga qarata tanqidiy pozitsiyada bo'lgan kishilarning ba'zi so'zlari haqliq. Shunga
Xitoy hukumati Amerikaning o'zidagi ma'qul ishki jihatdagi ma'qul kamchiliklarni tutib olib, biz tutilib o'zimizning islohot ishini ichib o'tishni ostiltishi va savdo jihatdagi va kishilik huquq jihatdagi ba'zi qarashlarimizga nisbatan, ba'zi siyosatlarimizga nisbatan ba'gan tanqidlarga quloq solsak bo'ladi degandek bir gaplarni debdi. Albatta, anandan sirtdabdi, ya'ni 1800-yillarda, 19-asrda g'arb kuchlari bizning Xitoyni talon-taroj qilgan 20-asrda Nanjing qirg'inchiligini desakrak, yaponlar nurg'unlab odamlarimizni o'tdagan degandek shunday gaplarni. Uyg'urlarda bir gap bor. Avval peshonani silvat deydigan. Ya'ni bir odam o'zi nurg'un illat turib, boshqalarning illatini ochsa, boshqalarnikini tutib olsa, shu deydi, peshonani silvatib gap qo'yay, go'y, bachchavoz, deb bashida tilaydigan bir ishlar bor Uyg'urlarda. Shu nima desa, buningki bularning o'zida yetib oshqidak o'zininki nurg'un chatoqlari bor. Masalan, bizga qilgan zulm ma asrda 21-asrda insoniyat ko'rib boqmagan zulm. Bir 10 million xalqning ichida necha millionni har xil bana bilan tili, rangi, e'tiqodi o'xshamaganligi uchun uni solib olib, er ayolni balani ota-onadan ayirib, onunga haddidan ziyoda zulm ishlatib, xohlagancha buni hozirgi zamonda qul qilma desa, o'tasa, bunga dunyo ma'qul demaydi, ma'qul qarab turmaydi unga. Ya'ni adolatlik dunyoning alqabrisining gapi bor, Martin Luther Kingning adolatning kirichi yoyi agar olgan bilan uning o'qi hamon joyiga tegdi deb. Shunga bu Wang Wen degan kishi buni yezib baqsaq bo'ladi, shunaqa bunga bir fikr berib, sen o'zining peshonangni silib gap qilib olsan, jazo lageridan taqa Uyg'urlarning o'zi bo'lib, Uyg'ur bo'lib yashash huquqi hurmat qil deb buni yezib baqsaq bo'ladi. Shuni o'ylash kerak. Muşu gaplarni sizlarning bilib qilishinglarni umid qildim. Ya'ni bizning siyosatimizda kishini azirtilgan ba'zi ishlar bor. G'arbning kishilik huquqi va savdo jihatda bizga bergan ba'zi tanqidlarni o'ylash to'g'ri keldi degan ma gaplar ijobiyroq gaplar. Biroq u bizga tatbiqlanmadi. Xitoyning Uyg'urlarga qilgan shu zulmga nisbatan aytgan vaqtda bu gap qanchalik ma'niga ega. Anandan keyin oxirida deb ketdi, bu sizlar bizning harbiy resursni ajratdan, kuchaytdan umuman deysizlar. Undaq bo'lishga sabab bizlar Yugoslaviyada elchixonamizni bombalagan, Janubiy Xitoy dengizida bizning bir uchqunimizni urib tushirib etgan. Anandan keyin Tayvanni qo'llayapsizlar, va kaza o debdan. Bizning o ishlar ikki davlat o'rtasida uchun ish. Uni fikr yurgizmaymiz, naqma? İki davlat o'rtasida ish. Bizning ko'ngil bildirganimiz Uyg'ur bo'lish sifatimizdan, bir inson bo'lish sifatimizdan Xitoylarning bizga tutgan muomalasi. Bu Xitoylarning bizga tutgan muomalasi intayin razil dushmani. Mo'shu siyosatni o'zgartmay turib, bu tövbe qilmay turib, bizga qarshi jinoyat o'tkazgan ablahlarni, jinoyatchilarni jazolab bermay turib, bu xalqaroga chiqib bundaq vazxonlik qilsa kim anglaydi uning gapini? Kimni qoyil qila oladi? Lekin bu kishi o'zi Xitoyninki naiti millatchi gezdi, yer shari gezdinki bash obzor yozuvchisiga. Mushu ma'noni aytgan vaqtda buning gapi muayyan bir asos va u debdi bizning davlatning rahbarlari, yuqori darajadagi rahbarlari ilgari mendan Amerikaning kapital bozori haqida, nurg'un iqtisodiy masalalar haqida maslahat so'raydi. Ammo yaqindan buyon ular Amerikaning kamchiliklari haqida qanday qilib shunday burun qanday qilib Amerika o'xshash bo'lmaymiz deb so'ragan bo'lsa, hozir qanday qilib shu Amerika mag'lub bo'ladi va ishlardi, qanday qilib shu krizisdan, shu ahvol qilishdan saqlanamiz deb Amerikaning mag'lubiyatini o'rganmoqchi bo'lyapti debdi. Bu bakmo yomon gap emas. Ya'ni buni Amerikaning gazetida, New York vaqt gazetida e'lon qildi. Amerikaning siyosiy yo'llarni shuni bilish kerak. Ma davlatdimi beacon of democracy degandan keyin, ya'ni erkinlikningki Türkiye bo'lgan ekan dunyoda, bugungi dunyoda Amerikadagi shu irqchilik masalasi ma'lum darajada mavjud. Amerikaning shu o'rta sharqdagi urushlarga, ubularga qo'l tiqqanlarimi ras, o'zining manfaatini, haqli bo'lsin qo'g'dig'ini
yaxshi demokratiya, kishilik huquq bularni qo'g'dig'ini mavjud xalqarалық tartibni qo'llash uchun kurash qilganini qo'llashga bo'ladi, ammo chekidan oshirib olsa bo'lmaydi. Chekidan oshirib olsa bo'lmaydi. Talab-adak qilgan gap. Şunun bilan birlikda Xitoyning Amerikaning gazetida meni vazifalini qilib, bir Amerikalikning Xitoyning gazetida o'zining ko'z qarashini o'ttirib qo'yishiga, agar u maqtaydigan gap bo'lmasa, tanqidlik nisbatan aytgan vaqtda buni bular uni fursat vermaydi. Yani Amerikaning ochiq demokratiya, so'zlash erkinligidan, nashriyat erkinligidan foydalanib o'ziniki maydonni ifodalabdi. Ammo u bir necha ijobiy gaplar bor. Kishilik huquq va savdo masalasidagi ba'zi tanqidlarga biz diqqat qilishimiz kerak degandek gaplarni debdi. Ammo mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, Xitoyning kishilik huquq masalasidagi eng cho'ng bir ish rak o'sma mushu. Uyg'urlar qilayotgan zulmi. Mushu zulmni oxirlashtirmay, buningga badal to'lamay bundan qutulolmaydi. Mayli qanchalik o'zini go'zallashtirib, o'zining qiyg'alarini go'zallashtirib yozsin yoki har xil maymun o'yin o'ynasin. Xabaronlarda va shu bir necha kunning ichida 8-oyning 1-kuni, 8-oyning 5-kunida 5 kun oralig'ida 30 dan ortiq musulmon davlatlarining, ya'ni Pokiston deymiz, Aljeriya deymiz, ananingkin mushunaq davlatlarning bo'lib, Marokash bo'lib, Bruney deymiz. Bular Aqsu, Urumchi, Qashqarni ziyorat qilibdi. Hammasi eg'zi tegmay maqtab ketibdimish. Ko'rdingizmi? Shuni og'zi tegmay maqtab ketibdimish. Bu yerdagi xalqning turmushi xuddi mushadikning tatliq mevasidek tatliq kelganda. Voy otangdan go'rega deb tillig'ingga keldi 24 soat. 24 soat bir haftada 7 kun. Ko'rdingizmi? Mushular islom mamlakatlarininki rahbarlari Xitoyga nisbatan aytgan vaqtda Uyg'urlarning dardini ochiq anglatgan bo'lsa, manda qilsang do'stligimizga ta'sir etadi, bizning bu muqaddas dinimizni haqoratlasang bo'lmaydi degan bo'lsa, bu Xitoylar islom dinini xitoylashtiramiz, Uyg'urlarni xitoylashtiramiz, anda qilamiz islom dinini xitoychilashtiramiz deydigan maraz niyatidan yanatdi. Shunday berib, deb ruslo o'ynab, kavpini yeb, Mautini ichib qiysi qanday gap bo'ldi bu. Shunga mayli qanday bo'lishidan qat'iy nazar, bular har qancha padazlasin buni. Endi Uyg'urlarning ahvoli dunyoga oshkora. Shu kichik qo'shmaq qizlarning gullarni tutib yo'lning bo'yida turishlari nimishqa dadamni aketgandi. Nada? Saqchilar maktabga aketgandi, qaytib kelgan gulni tutaman deydi. Naqadar sig'anish avu. Hamda shunday kichik ma'sumlar qilgan zulm, begunoh xalq qilgan zulm, bularning hisobini qanday berdiki, mush ishda yantayoq bo'lgan, qo'llagan munofiq xoinguylar qanday shu uyqusini uxlab, bundan keyingi hayotini xotirjam ko'chirib, bundan keyingi o'zining bolalari, avlodlarininki normal yashashidan umid kutaki, uni men tasavvur qilolmadim hozir. Xo'sh, unda bo'lsa bugungi leksiya mushinchlik bo'lsin. Rahmat hammanglarga.